Er va xotin uyda jamoaviy bo'lib namoz o'qisalar bo'ladimi? Ya'ni er imomchilikka o'tadi, ayol eriga iqtido qiladi. Joiz. Balki ko'pchilik ayollar buni orzu ham qiladi. Nima desa, erining orqasida namoz o'qishni, jamoaviy namoz o'qishlarini. Endi buning tartibi er kishi, ya'ni erkak ayoliga imomchilikka o'tar ekan, ana o'sha ayoliga imomatchilikka o'tishlikni niyat qiladi. Ya'ni ayollar jamoasiga imomchilikka o'tishni niyat qilib, peshinni farzini yoki asrni farzini o'qishni niyat qildim deydi. Ayollar jamoasiga o'sha imomchilikka o'tayotgan odam shu niyatni qilishligi shart deydi ulamolar. Endi ayol kishi esa imomga ergashib, peshinni farzini yoki asrni farzini o'qishni niyat qildim deb ergashib ketaveradi. Azon va takbirni erkak aytadi, erkak takbir tushiradi, ayol kishi faqatgina ergashadi, iqtido qiladi. Ayolni o'sha takbirlarni aytishliklari maxfiy aytadi. Allohu akbar, o'sha takbirlarni ayol maxfiy aytadi. Erkak jahriy aytadi, ayol maxfiy aytadi. Er oldinda, ayol esa erdan orqaroqda nima bo'ladi? Saf tortib, safda turadilar. Nafl namozlar, tahajjudlarni esa jamoaviy o'qishlik makruh bo'ladi. Ya'ni bundan qaytarilgan. Balki nafl namozlarni er ham xotin ham alohida o'qib oladilar.